13 yoshli bolakay onasini tug'ilgan kunida o'z joniga qasd qiladi va o'sha bolakay onasiga xat qoldirib ketadi. Xatda shunday so'zlar yozilgan edi: jonim onam, sizni tug'ilgan kuningizda xursand qilish uchun o'z jonimga qasd qildim. Seni deb dadang bizni tashlab ketdi. Seni deb dadang bizga qaramay qo'ydi. Seni deb ko'chada uysiz qoldik deb har doim gapiraverardingiz. Bugun onajon sizni baxtli qilish uchun hayotingizdan yorug' kunlar kelsin deb hayotingizdan xuddi bo'lmagandek chiqib ketdim. Siz hamisha aytardingiz, men senga mehr to'la ko'z bilan qarolmayman, yaxshi ko'ra olmayman. Dunyodagi eng yaxshi onasiz, onajon, jonim, onam. Jannatlarda meni yaxshi ko'rib, quchoqlab o'pasiz degan umiddaman. Chunki hayotlik paytimda meni bir marta ham quchoqlab o'pmagansiz. Sizga eng katta sovg'am hayotingizdan chiqib ketishim bo'ladi deb o'ylayman. Onajon, tug'ilgan kuningiz bilan.